Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Yadro zarbalari ortida yashirin strategiya. Tramp Xamaneyni nimaga majbur qilmoqchi? Abu Said Kochimov Senat minbaridan signal berdi. O'zbekiston Rossiyaga nimani eslatmoqchi? Vladimir Zelenskiyning yashirin ustunligi Starlink qarori urush taqdirini belgilaydimi? AQSh yadro ustunligi haqidagi da'vo Tramp Rossiya va Si Szinpinga qanday signal yubormoqda? AQSh fuqarolarini hoziroq Eronni tark etishga chaqirdi. To'qayev Grenlandiya masalasida AQSh va Daniyaga yangi taklif berdi. Erkaklar, e'tibor bering. Agar sizni tez-tez peshobga chiqish yoki pastki og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechimi bor. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prostamix 17 xil tabiiy giyohdan tayyorlangan kuchli formula. Prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikning oldini olishga yordam beradi. Mahsulot sinovdan o'tgan, ISO va halol sertifikatiga ega. 8 yildan beri minglab erkaklar tanlayotgan ishonchli mahsulot. Batafsil ma'lumot ekraningizdagi raqamlarda. Yadro zarbalari ortida yashirin strategiya. Tramp Xamaneyni nimaga majbur qilmoqchi? AQSh prezidenti Donald Tramp atrofidagi keskinlik tobora kuchayib borayotgan bir pallada Tehron rahbariyati jiddiy xavotirda bo'lishi zarurligini ta'kidladi. Uning fikricha, ayniqsa Ali Xamaney hozirgi vaziyatni yengil baholamasligi kerak. Chunki so'nggi zarbalar Eronning strategik imkoniyatlariga sezilarli zarar yetkazgan. Tramp Eron yadroviy infratuzilmasiga berilgan zarbalar mamlakatning yadro salohiyatini deyarli butunlay yo'q qilganini aytar ekan. Shunga qaramay Tehron bu dasturni qayta tiklashga urinayotganiga ishonishini ochiq bildirdi. Uning ta'kidlashicha, hozirgi holat Eron uchun nafaqat harbiy, balki siyosiy va iqtisodiy jihatdan ham jiddiy inqiroz bosqichini anglatadi. Amerika yetakchisi o'z bayonotida Yaqin Sharqda keng ko'lamli urushni emas, barqarorlik va tinchlikni istashini urg'uladi. Biroq bu tinchlik yadro quroliga ega bo'lishga intilayotgan davlat bilan murosa evaziga bo'lmasligini qayd etdi. Trampning aytishicha, agar AQSh Eron yadroviy inshootlarga zarba bermaganida, mintaqadagi ko'plab arab davlatlari hanuz Tehronning harbiy qudratidan qo'rquvda yashashda davom etgan bo'lardi. Uning nuqtai nazariga ko'ra, bu amaliyot mintaqadagi kuchlar muvozanatini o'zgartirib, Eronga nisbatan qo'rquvni kamaytirgan va ayrim davlatlarga o'z xavfsizligi erkinroq his qilish imkonini bergan. Tramp shuningdek Eron hozir to'liq vayronagarchilik yoqasida turganini aytib, mamlakat ichidagi iqtisodiy bosimlar va xalqaro sanksiyalar vaziyatni yanada og'irlashtirayotganini eslatdi. U Tehron rahbariyatini keskinlikni oshirishdan voz kechib, muzokaralar yo'liga qaytishga chaqirgan bo'lsa-da, AQSh o'z xavfsizligi va ittifoqchilari manfaatlari tahdid ostida qolsa qat'iy choralar ko'rishdan tortinmasligini ham aniq bildirib o'tdi. Abu Said Kochimov Senat minbaridan signal berdi. O'zbekiston Rossiyaga nimani eslatmoqchi? O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 5-fevral kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisida senator Abu Said Kochimov Rossiya tomonidan so'nggi kunlarda bildirilayotgan bayonotlarga keskin munosabat bildirdi. U nutqida O'zbekistonning milliy manfaatlari, suvereniteti va qadr-qimmatini himoya qilish masalasida hech qanday yon berish bo'lishi mumkin emasligini qat'iy ohangda ta'kidladi. Senator o'z fikrlarini asoslar ekan, buyuk shoir Abdulla Aripovning Karvon she'ridagi ramziy mazmunga murojaat qilib, davlat va millat manfaatlariga tajovuz qiluvchi har qanday kuchga nisbatan o'z vaqtida va joyida munosib javob qaytarish zarurligini urg'uladi. Uning ta'kidlashicha, tashqi bosim yoki kamsituvchi ohangdagi bayonotlar jim qarshi olinmasligi, balki qat'iyat bilan bartaraf etilishi lozim. Kochimovning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston hech qachon mojaro izlamaydi, biroq o'z karvoniga tahdid soluvchi har qanday urinishlarga nisbatan qat'iy pozitsiyada turadi. Karvonimizga tahdid soladigan har qanday kuchga, akkilagan har qanday laycha yoki qashqirga qarshi o'z joyida keskin javob berishimiz, ularning popugini pasaytirib, aqlini kirgizib qo'yishimiz shart degan senatorning bu fikrlari zalda katta e'tibor bilan qabul qilindi. Mazkur chiqish Senat minbaridan yangragan oddiy tanqid emas, balki O'zbekistonning mustaqil tashqi siyosati, milliy sha'ni va davlat manfaatlarini murosasiz himoya qilishga tayyor ekanini ifodalovchi siyosiy signal sifatida baholandi. Senatorning nutqi mamlakat parlamenti darajasida O'zbekistonning o'z pozitsiyasini ochiq va qat'iy himoya qilishga tayyorligini yana bir bor namoyon etdi. Vladimir Zelenskiyning yashirin ustunligi Starlink qarori urush taqdirini belgilaydimi?
Ukrainadagi frontda Rossiya qo'shinlari foydalanib kelgan Starlink sun'iy yo'ldosh internet terminallari o'chirib qo'yildi. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri Mikhail Fyodorov ma'lum qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, rossiyalik harbiylar foydalanmaydigan oq ro'yxatdagi terminallar ishlashda davom etadi. Hozirda bunday terminallarni tekshirish jarayoni olib borilmoqda. Ro'yxatlar esa har kuni yangilanib turadi. Starlink terminallarini ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza topshirgan, biroq hali aloqa tiklanmagan ukrainalik foydalanuvchilarga kutish tavsiya etilgan. Bu vaqt talab qiladigan juda keng ko'lamli jarayon. Shu bilan birga hozirda ma'lumotlar real vaqt rejimida tekshiruvga tushishi ustida ishlayapmiz, dedi vazir. Rossiya qurolli kuchlariga yaqin bo'lgan kamida 9 nafar bloger Starlink orqali aloqa uzilganini ma'lum qilgan. Bu holat Rossiya armiyasining dronlardan foydalanish imkoniyatini cheklashi va bo'linmalar o'rtasidagi muvofiqlashtirishni qiyinlashtirishi mumkin. Ayrim manbalarga ko'ra, Starlink orqali aloqa deyarli 90% bo'linmalarda uzilgan. Ukraina hududida Starlink sun'iy yo'ldosh aloqasi terminallari bloklangach, Rossiya harbiy xizmatchilari jangovar harakatlar zonasidan ko'ngillilarga radiostansiyalar yetkazib berishni so'rab murojaat qilgan. Bu haqdagi murojaat Voyenkoye Ruskoye Vestni Telegram kanalida e'lon qilingan. Kanal e'lon qilgan videoda maxsus harbiy operatsiya ishtirokchilaridan biri biz aloqasiz qoldik degan. AQSh yadro ustunligi haqidagi da'vo. Tramp Rossiya va Si Szinpinga qanday signal yubormoqda? AQSh prezidenti Donald Tramp dunyodagi bir nechta, jumladan Rossiya va Ukraina o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yadroviy mojarolarning oldini olganini da'vo qildi. Bu haqda o'zining Trust Social sahifasida yozib qoldirdi. Men butun dunyo bo'ylab Pokiston va Hindiston, Eron va Isroil, shuningdek Rossiya va Ukraina o'rtasidagi yadro urushlarining oldini oldim, dedi u. Ukrainada yadro quroli mavjud emas. Mamlakat Qrim anneksiyasidan keyin ham, Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan keyin ham amalga oshirilmagan AQSh, Buyuk Britaniya va Rossiya xavfsizlik kafolatlari evaziga 1994-yilgi Budapesht memorandumi doirasida undan voz kechgan. Tramp shuningdek AQSh va Rossiya o'rtasidagi strategik hujum qurollarini qisqartirish to'g'risidagi shartnomani uzaytirishga qarshi chiqdi. U buning o'rniga muqobil shartnoma ishlab chiqishni taklif qildi. Hujjat 2010-yilda ikki davlat prezidenti Barack Obama va Dmitriy Medvedev tomonidan imzolangan va strategik yadro qurollari sonini tartibga solgan. Strategik hujumkor qurollarni qisqartirish to'g'risidagi shartnomani uzaytirish o'rniga bizning yadroviy ekspertlarimiz kelajakda yana uzoq yillar davomida amal qilishi mumkin bo'lgan yangi, yaxshilangan va modernizatsiya qilingan shartnomani ishlab chiqishi kerak, deb yozdi AQSh prezidenti. Rossiya va AQSh hozirda mavjud shartnomaga yana 6 oy amal qilishi kutilmoqda. Shu muddat ichida esa kelajakdagi taqdiri bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinishi mumkin. Shuningdek, Tramp AQSh yadro qurollari borasida Rossiya va Xitoydan ustun ekani haqidagi da'vosini yana bir bor takrorladi. Men o'zimning birinchi prezidentlik muddatimda mamlakatimiz armiyasini to'liq qayta tikladim, jumladan yangi va modernizatsiya qilingan ko'plab yadroviy qurollarni joriy etdim. Kosmik kuchlarni tashkil etdim va hozir ham armiyamizni tarixda misli ko'rilmagan darajada kuchaytirishda davom etyapmiz. Biz hatto Ikkinchi jahon urushi davrida dengizlarda harakatlangan Iowa, Missouri, Alabama va boshqalardan 100 barobar kuchliroq jangovar kemalardan ham foydalanamiz, dedi u. AQSh fuqarolarni hoziroq Eronni tark etishga chaqirdi. Fuqarolardan quruqlik orqali Armaniston yoki Turkiyaga chiqib ketish tavsiya qilingan. Bundan tashqari Turkmaniston va Ozarbayjonga ketish taklifi ham berilgan. Biroq bu davlatlar ruxsatnoma talab etishi aytilmoqda. Eronni tark eta olmaganlardan xavfsiz binoda panoh topish, oziq-ovqat, suv, dori-darmon va zarur buyumlar zaxirasini to'plash so'ralgan. Telefoningizni quvvatlangan holda saqlang, yaqinlaringiz bilan aloqada bo'lib, holatingiz haqida xabar berib turing, deyiladi AQShning Erondagi virtual elchixonasi xabarida. To'qayev Grenlandiya masalasida AQSh va Daniyaga yangi taklif berdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Daniya va AQShga o'zaro manfaatli shartlarda Grenlandiyani 120 yilga ijaraga olish shartnomasini ko'rib chiqishni taklif etdi. Bu haqda Pokistonning The News International gazetasiga bergan intervyusida bildirib o'tgan. Uning fikricha, bunda orol huquqiy jihatdan Daniyaning bir qismi bo'lib qoladi. Variant sifatida AQSh va Daniya Grenlandiyani 120 yilga ijaraga olish kelishuvini ko'rib chiqishlari lozim. Ushbu kelishuvga binoan Grenlandiya huquqiy jihatdan Daniyaning bir qismi bo'lib qoladi. Ya'ni Daniya suvereniteti buzilmaydi, amaliy kelishuvlar esa umumiy strategik manfaatlarga xizmat qilishi mumkin, degan Qozog'iston prezidenti. To'qayev muloqot va xalqaro huquq normalariga rioya qilish, shuningdek o'zaro maqbul kelishuvga umid bildirishini ta'kidlagan. Xalqaro amaliyotlarda mamlakatlar umumiy o'zaro manfaatli maqsadlarga erishish uchun ma'lum hududlar yoki strategik infratuzilmani uzoq muddatli ijaraga olish bo'yicha shartnomalar tuzgan ko'plab o'xshash holatlar mavjud. Bunday turdagi har qanday qaror qat'iy xalqaro huquq doirasida, jumladan davlat suvereniteti va BMT nizomida belgilangan tamoyillarga hurmat ko'rsatish asosida ko'rib chiqilishi lozim, deydi To'qayev. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.